Salom do'stlar, sizlar bilan Prosta Dils kanali. Hozir biz FC Mobile ham o'ynashda davom etamiz. Hozirda biz atak o'yinini o'ynamoqdamiz. Ko'ramiz. Agar yingsam like va podpiska bosasizlar. Mana Brazil degan komanda bilan tushamiz. Mana o'yin ham boshlanmoqda. Yutishga harakat qilamiz. Mana Cristiano Ronaldo tepdi shurdan pushka va salgina adashdik. O'zir Brahim fint qilmoqda. Brahim Diaz tepadimi? Hisob hali hamon 0-0. Mana pas yo'da zarba va voy do'stlar, ajoyib. Bo'ldi, lekin gol emas. Mana zarba va hisob 1-0 hisob ochildi Cristiano Ronaldodan. Mana yana bir pushka va super gol. Hisob 2-0. Botmadiyman, u hali hamon da urilmayapti. Mana lost position. Mana ketdi. Bellingham shoot. Mana pas va zarba yana gol. 3-0. Atakda o'ynash juda ham oson. Va biz o'ynashda davom etamiz. Ronaldo nima bo'ldi bu yerda? Deyishingiz ham mumkin. Ronaldo zarba sho'rdan va darvozabon ajoyib sev qilmoqda. Ronaldo yana bir zarba va gol aziz do'stlar. 4-0 hisob. Frenkie de Jongga to'p. Mana bu yoqda Ronaldo to'p bilan zarba. Yo'q. Zarba berishga ulgurmadim. Mana Frenkie de Jong zarba va to'p darvoza ustuniga tegdi. Mana yana shurda Ronaldo zarbami? Gol 5-0 hisob. Yana bir gol uramizmi yo'qmi? Yo'q. Mayli hisob 5-0. Mayli, mana zarba va gol 6-0 hisob. Va do'stlar, biz yana o'ynashda davom etamiz. Sog' salomat bo'ling.